Assalomu alaykum, hurmatli abonentlar. Shahar hokimiyatining ro'parasi 5 etajli domda 4-etaji 3 xona, 4 xona qilingan 99 kvadrat, 100 kvadrat. Mana kirishimiz uzun koridor. Kirganimizda chap tomonida kattagina zal mana. Ko'rib turgan hamma yo'q. Parda, konditsioner, gilomlar mana $900 olingan ekan gilom. Qoladi. Mebellari hamma yo'q qoladi. O'ng tomonimizda взрослый spalni. Mana spalni garniturlari ham juda yaxshisidan olingan. Televizor. Detskidan ikkita kravat. Shifonyerlar qoladi. Sanuzel ikkita ekan. Yengilligiga. Tekotdan kirma oshnasigacha bor. Aynalari ham bor, akoshkalari. Kim kuxnyaning o'rnini chiqarilgan verandasi 8 metrlik. Uzungina mana polni oshxona jihozlari, холодильник, двухконтурный отопление. Manzara. Mana domdan keyin shahar hokimiyati. Mana chista choy ichib o'tiradigan oilaviy joy qilib qo'yishgan.